Ertalabki soat 6:20. Biz yo'lga chiqqanimizga 20 minut bo'ldi. Birinchi safar ham shu yerga chiqqandik. Hozir 5 kilometrcha soy bo'ylab yurib, yana chapga burilib ketamiz revash cho'qqisiga chiqish uchun. Tamam bir şey aslında gitsem bularken. Rasul mana bu daraxtdan dengmi? Choponni qo'yib ketgandik. Mana bu tomonga qarab. Soy bo'ylab kelib, уже tepaga chiqishni boshladik. Mana shu tomonga ketamiz. Bu yerlar archalarga boy. Ancha muncha. Va oyoqlarga ham shunga yarasha mishalar. Başta 9 tane, 8 şu taşıganda. Ha, biz ham shunaqa bo'lgan. Cho'ponlar kichiklari. Ana kutaylik kelgan edi. Da. Tomonlarga yolg'iz yurish tavsiya etilmaydi. Kichiklar asosiy xavf hisoblanadi bu yerda. Cho'pon xabarsiz qolib ketishi mumkin. Buni nima qilish kerak to'g'ri o'tib ketish uchun? Shoshmang, qarang. Hozir kichikdan qo'rqaman-da. Suv bor ekan. Hozir necha metr balandamiz? 2050 metre geliyor. 2050. Tash shu yergacha ham suv olmasdan kelsa bo'lar ekan, sababi oktyabrni 10-lari odatda suv eng kam hisoblangan davr hisoblanadi tog'larda. 2650 litr, 50 metr balandlikdamiz. To'g'rimizda 80 g'alabani 87 ga, nagi tomonda uzoqroqdagi Anna 77, 3300 metr balandlik. Bu tomonlarda boshqa tog'lar. Biz mana bu tomondan chiqib kelamiz. Uzoqda ko'rinib turibdi. Yana tog'lar. Qolib ketganlarni kutib turibman. Kutishga majburman to'g'riroq. Bir marta qizishib yurib olgandan keyin to'xtasa odam sovib qoladi. Xuddi oddiy. Yani yürüyüş qiyinlashib ketadi. 3170 metr balandlikdamiz. Naryoqda Po'latxon
platosi. Bu yerda Chodak, Padar va hokazo tog'lar, Qiziltog'. Nihoyatda hamma charchagan. Manzilga, maqsadga yetishimizga yana 50 metr qolyapti, 57 metr. Qadamlar rosa sekinlashgan. Lekin biz davom etamiz. Har bir tashlayotgan qadamimiz nihoyatda mashaqqat bilan kechmoqda. To'g'risi, menimcha yaqin o'rtada chiqqan eng qiyin tog'lardan bittasi bo'lsa kerak. Ana uzoqda Tojikiston tog'lari. Qor bosgan. 5000 metrdan baland bo'lsa kerak bular. Yangilar ko'rindi. Xohlasa ummatga qamay yeta olamiz. Mana o'sha Revash tog'i. Ana dağda üstüge çıktık. Soatimiz millari 6:45 ko'rsatyapti. Biz hali ham chiqib ketolganimiz yo'q. Vodiydan dam olishga to'xtadik.